Salom do'stlar, sizlar bilan Zilokus. Bugungi videoda biz Roblox o'yini o'ynaymiz. Bu videoda YouTube Akademiya o'yini o'ynaymiz. Bu o'yinda biz kuchayib pulni ko'paytirib boy bo'lib ketish o'yini o'ynaymiz. Bu videoda bizani ikkita anaqa editorimiz bor. Bular bizga pul olib keladi. Mana bunisi 2,5 ming dollar pul olib kelsa, bunisi 1,5 ming dollar pul olib keladi. Agar pulimiz ko'payib ketsa, biz mana bu yerga borib kompyuter sotib olsak bo'ladi. Kompyuterlar mana 5 ming dollar bor. Mana bu yerda 150 ming dollarligi bor, 45 ming dollarligi bor edi. Biz buni sotib oldik. Endi bizga pulimiz ko'paysa, mana bu yerda 1 million dollarligi bor, keyin mana bu yerda 2,5 million dollarligi bor. Mana bu yerda 750 ming dollarligi bu ham bor ekan. Hali biz pulimiz uncha bo'lgani yo'q, o'shaning uchun ham yetmaydi. Endi biz akademiyamizga boramiz va kelamiz, o'tiramiz, pul soqqani soqqa ko'ramiz. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Bu videoni oxirigacha ko'ring, yoqqan bo'lsa like bosib va obuna bosishni unutmang. Qani ketdik. Bizning obunachimiz 1,5 million bo'ldi. Ya'ni 530 mingta obunachi bo'ldi. Biz hali 1 millionga ham chiqamiz. Hozir bizning pulimiz 209 ming dollar. Mana bu yerda editor bor 125 ming dollarga. O'shani olamiz. Oldik, mana editor. 3 ta editorimiz bor bizning. Editorimiz ko'rsatsa, endi editorlarimizga ism qo'yamiz. Nima deb nom qo'yamiz? Mana bu yerga nima deb buni ismini nima qo'yamiz do'stlar? Agar siz kommentga yozsangiz, keyingi videoda men o'sha ismlarni qo'yaman. Qani, kommentga yozib qo'ying. Mana bu bizga 1,5 ming dollar pul olib keladi. Bunisi 2,5 ming dollar, bunisi qancha olib kelar ekan? Bu ham 2250 dollar pul olib keladi. Agar bizning pulimiz 350 ming dollar bo'lsa, biz bitta aktyor olamiz. O'sha aktyor olishimiz kerak, chunki aktyor ko'proq pul olib keladi bizga. Aktyor olish uchun pulimiz ko'paytirishimiz kerak. Aktyor 350 ming dollar ekan, bizda hozir pulimiz 150 ming dollar. Kompyuter xonaga borib kelamizmi? Qani ketdik. Kompyuter xonaga borib kelamiz. Pulimiz uncha ko'p emas, yetmaydi, to'g'ri. Lekin borib kelgan yaxshi. Mana bu yerda kompyuter bor ekan. Agar hozir bularni olsak, bizga pulimiz kamayadi va ola olmay qolamiz-da. Boshqa kompyuterlar. Bu 250 ming dollar ekan, eng yaxshi. Mana bu yerda. Biza oldik. Kompyuter. Mana buni oldik biza, mana oldik. Endi shu bunga qaytamiz. Akademiyamizga boramiz biza. Keldik, mana kompyuterimiz yangiladi, pulimiz kamaydi, to'g'ri. Endi kompyuter lekin yangilash kerak kompyuterni. Kompyuter yangilash kerak. Chunki kompyuter qancha yangilagan sari ko'proq pul yoki ko'proq obuna olib keladi. O'shaning uchun ham kommentariyaga yozib qo'ying. Biza mana shu bir oyda biza 100 mingta bo'lishimiz kerak. O'shaning uchun ham bizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Agar siz kanalga obuna va like ni bosib qo'ysangiz va o'z fikringizni yozib kommentariyaga qoldirsangiz, kanalimizga juda katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Hozir bizlar yaxshi pul topyapmiz. O'zim yangi kompyuterimda 3 ming dollar, 3 mingta obunachi kelyapti.
editorlarim ham yaxshi pul topishadi mana. Agar mana bu yerda 270 ming dollar pul yig'sa, mana buni olamiz. Bu 200 bu nima? Bu mana bu yerda o'tirgan editorlarimizni pulini 2 martaga ko'paytiradi, 2x qiladi. Ya'ni tezroq pul topadi agar o'sha buni olsak. Pulimiz yetmaydi bunga hali, chunki bu 275 ming dollar ekan, bizning pulimiz 172 ming dollar. O'shaning uchun ham yetmaydi. Hozir biza boshqa anaqa akademiyalarga boramiz. Qo'shnilarimizda ham akademiyalari bor, ya'ni YouTube akademiya. Bu degani o'zlarining YouTube akademiyasi bor. Biz mana bu yerga keldik. Bu kim? Buni tanimadim. Nurda buni ishchisi yo'qmi deyman. Bor ekan, ishchisi, 3 ta ishchisi bor ekan. Bu bizdan kattaroq akademiya. Bizaniki 2 etaj, uniki 4 etaj ekan. 3 etaj ekan uniki. Bizaniki 2 etaj. Agar biza yangi anaqa olsa, akademiya olsa, o'shanda ko'proq anaqa ketadi. Bizning ikkinchi etajimiz ham bor aytganda, mana ikkinchi etajimiz. Bu yerlarga adashmasam aktyorlarimiz qo'yiladi. Qani biz ham o'tirib ishlaymiz. Hozir bizning pulimiz 230 ming dollar bo'ldi. Hali 270 ming dollarga ancha-muncha bor. 270 ming dollar bo'lsa, mana buni olamiz. Eng qimmati 1 million dollar ekan. Ancha bor unga hali. Biz kompyuter oldik, to'g'ri, 125 ming dollarga kompyuter oldim. O'shaning uchun pulim kamayib qoldi. Bo'lmasa olar edim. Editorlarim yaxshi ishlashyapti. Bizning pulimiz 275 ming dollar bo'ldi. Endi buni olamiz. Bu bizani ishlash tezligimizni ko'paytirib beradi. Ya'ni editorlarimda ishlash tezligini ko'paytirib beradi. Yaxshi topishadi endi. Tez. Agar bizning pulimiz 350 ming dollar bo'lsa, yangi aktyor olamiz. Va o'shanda aktyor ko'p pul topadi. O'shaning uchun aktyor olish kerak. Aktyor o'shaning uchun ham qimmat. Endi biza yana aynalamiz. Aynalish kerak, chunki zerib ketdilar. Bitta joyda o'tirib, o'shaning uchun magazinga boramiz. Unda mana bu yerda mana buni olganmiz. Mana bu yerda 1 million dollarga yaxshigina kompyuter bor. Bu 10-raqam, bu 12-raqamli. 12-raqam bu ekan, bu 13-raqamli kompyuter. 14, 15, 16, 17, 18 kompyuter ekan. Ayda 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, короче 30 gacha mana. Eng qimmati mana bu ekan. Buni sotib olinadi. Kattaga pul tashab, o'tkazib Robloxga o'shanda qilib sotib olinadi. Mana pulga sotib oladiganlari bor. Eng qimmati mana 7,5 million dollar turadi. Endi biz studiyamizga qaytamiz. To'g'ri zerikib ketdik. Bizning pulimiz ko'payyapti. Agar 350 ming dollar bo'lsa, yangi aktyor olamiz. Aktyorlarimiz qayerga qo'yamiz biz? Aktyorlarimiz ikkinchi etajga qo'yib beramiz, do'stlar. Agar sizlar bu editorlarimizga nom qo'ymoqchi bo'lsa